Assalomu alaykum barchaga. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz moddalar almashinuvi. Modda almashinuvi haqidagi ba'zi bir nazariy ma'lumotlar haqida aytib o'taman. Demak, modda almashinuvi ikkita muhim jarayon: dissimilyatsiya, parchalanish, assimilyatsiya, sintezlanish reaksiyalarini kompleksidan iborat. Demak, dissimilyatsiyada energiya ajralib chiqadi. Assimilyatsiya uchun esa energiya sarf bo'ladi. O'zi dissimilyatsiyada energiya shu haqida aytib o'taman. Energiya o'zi nima? Energiya bu ish bajarish qobiliyati. Demak, har qanday ish uchun bajariladigan ishlar uchun demak energiya sarf bo'ladi. Energiya so'zi haqida aytadigan bo'lsam, energiya so'zi yunoncha harakat, faoliyat ma'nolarini bildiradi. Endi energiyani o'zi turli shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, qanaqa deydigan bo'lsak, deylik mexanik energiya bor, issiqlik energiyasi bor, kimyoviy energiya bor, elektr energiyasi bor. Shundan kimyoviy energiya ATFda to'planadi. Xo'p, savol, ATF o'zi nima? ATF bu energiya manbai. Demak, hujayralarda hosil bo'lgan kimyoviy energiya ATFni funksional o'sha bog'larida, ya'ni makroergik bog'larida to'planadi. ATFni makroergik bog'larda to'planadi. Endi ATFda, ATF bilamizki, erkin nukleid hisoblanadi. Dissimilyatsiyada ajrab chiqadi. Dissimilyatsiyada ajrab chiqadigan energiya aynan shu ATF to'planadi. Endi bizda ko'p kitoblarimizda ATF shaklida ishlatiladi, lekin aslida ATP deyiladi. Lekin ko'p maktab kitoblarida ATF deb ketilgan. Demak, ATFdagi makroergik bog' o'zi nima deydigan bo'lsak, ATFdagi makroergik bog' bu ATFdagi fosfat molekulalar orasida bo'ladigan kuchli energiya saqlovchi bog'lar hisoblanadi. ATF o'zi tarkibi jihatdan erkin nukleotid, ya'ni tarkibi nukleid bilan bir xil. Ya'ni azotli asos adenin, monosaxarid riboza va fosfat kislota qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. ATFni 3-fosfat bog'ini uzilishidan 40 kilojul energiya ajrab chiqadi. Shuning uchun bitta ATFda 40 kilojul energiya to'planadi deb olamiz odatda. Endi dissimilyatsiyaga o'tamiz. Dissimilyatsiya, ya'ni energiya almashinuv, parchalanish reaksiyalari. Parchalanish reaksiyalari 3 ta bosqichga bo'linadi. 3 ta bosqichga bo'linadi. Demak, bular: birinchisi tayyorgarlik bosqichi, ikkinchisi chala parchalanish, ya'ni glikoliz bosqichi va uchinchisi aerob bosqich. Tayyorgarlik bosqichida yuqori molekulyali birikmalar quyi molekulyali birikmalarga o'tadi. Aytaylik, kraxmal monosaxaridga, ya'ni glyukozaga, yoki oqsillar aminokislotalarga, yog'lar yog' kislota va glitseringa parchalanib ketadi. Endi tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan energiya 100% hammasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Ya'ni ATFda to'planmaydi energiyasi. 100% issiqlik energiyasiga to'g'ri keladi. Asosiy sodir bo'ladigan joy bu hazm organlari va qisman hujayra lizosomalari hisobiga ham sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni hujayrada ham ketishi mumkin. Lekin asosan hazm organlarida, masalan, og'iz bo'shlig'i, oshqozon, deylik, ichaklarda sodir bo'ladi. Va bu bosqichda hosil bo'lgan monosaxarid, ya'ni glyukoza ikkinchi bosqich, ya'ni glikolizda sarf bo'ladi. Glikoliz bu glyukozani kislorodsiz sharoitda parchalanish hisoblanadi. Aynan glyukoza sitoplazmada kechadi jarayon. Sitoplazmada kislorodsiz sharoitda, anaerob sharoitda, ya'ni parchalanib, sut kislota, ATF va suv hosil qiladi. Demak, sut kislota 2 mol, ATF ham 2 mol va suv ham 2 mol bo'ladi. Demak, 2 mol ATF ajrab chiqish uchun 2 mol ADF 2 mol fosfat kislotani biriktirish kerak. Ya'ni ma'lum bir energiya aynan shu bog'larga jamlanadi. Umumiy to'planayotgan energiya bitta ikkita ATFda 80 kilojulni tashkil qilsa, hosil bo'layotgan bizda jami energiya 200 kilojulni tashkil etadi. Ya'ni hosil bo'layotgan jami energiya 200 kilojul. Hosil bo'layotgan energiya 200 kilojul bo'lsa, demak 200 kilojul energiyani 80 kilojul ATFda to'planadi. Qolgan 120 kilojuli issiqlik sifatida tarqalib ketadi.
Undan keyingi bosqich. Undan keyingi bosqichimiz bu aerob bosqich deb ataladi. Aynan hujayra mitoxondriyalarda kechadi bu jarayon. Hujayra mitoxondriyasi amalga oshadi. Aerob bosqichda sut kislota, ya'ni sitoplazmada hosil bo'lgan sut kislota kislorodli sharoitda parchalanib ketadi. Kislorodli sharoitda, ya'ni 6 mol kislorod, 6 molekula kislorod, ADF, fosfat kislota qatnashadi bu yerda va karbonat angidrid va suvga parchalanib ketadi. Endi bu yerda hosil bo'layotgan ATF 36 molni tashkil qiladi. Umumiy energiya 2600 kilojul bo'lsa, demak 36 ta ATF da to'planayotgan energiya 1440 kilojulni tashkil qiladi va qolgani 2600 dan ayirganimizda 1160 bu issiqlik energiyasiga to'g'ri keladi. Va keyingi bosqichda aytamiz, bu e, keyingi bosqich emas, aniqrog'i to'liq parchalanish. Glyukoza chala parchalanishi mumkin yoki to'liq parchalanishi mumkin. Biz to'liq parchalanish degandan nima tushunamiz? To'liq parchalanish deganda glyukoza kislorodli sharoitda parchalanib, karbonat angidrid, suv va ATF hosil qilishi. Demak, bunda 2800 kilojul energiya ajrab chiqadi, 36 ta ATF va 36 ATF to'plangan 1520 kilojul energiya va qolgan 1280 kilojul issiqlik energiyasiga to'g'ri keladi. Endi shuni biz tahlil qiladigan bo'lsak, o'zi to'liq parchalanish degani nima degani deydigan bo'lsak, to'liq parchalanish bu glyukozani glyukozani to'liq parchalanib ketishi, ya'ni sut kislotani qoldirmasdan parchalanib ketishi, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak. Ya'ni bunda to'liq parchalanishda glyukoza dastlab sitoplazmada anaerob sharoitda sut kislotaga aylanadi. Sut kislotaga aylanadi. Va undan so'ng ATF, mana sitoplazmada hosil bo'layotgan ATF, sitoplazmada hosil bo'layotgan sut kislota, sitoplazmada hosil bo'layotgan sut kislota va keyingi bosqich, ya'ni keyingi etapda bu sut kislota mitoxondriyada parchalanishni boshlaydi. Ya'ni sut kislota mitoxondriyada karbonat angidrid, suv va ATFga parchalanib ketadi. Karbonat angidrid, suv va ATFga parchalanib ketadi. Va bu bosqichda o'zida 6 mol karbonat angidrid, 42 mol suv va 36 mol ATF hosil bo'ladi. Ya'ni bu reaksiyada shu ikkalasini yig'ilganida, ya'ni to'g'ridan to'g'ri olib ketyapti. To'g'ridan to'g'ri olib ketyapti va kislorodli sharoitda parchalanadi deyapti. ADF 38 ta olib ketyapti, sarflanayotgan ADFni. Fosfat kislotani ham 38 ta olib ketyapti. Karbonat angidrid o'zi faqat mitoxondriyada hosil bo'ladi. Bu 44 ta bo'lyapti. Ya'ni bu yerda 42 ta suv bilan bu yerdagi ikkita suv yozilmabdi. 2 mol suv. Shu ikkalasini yig'indisi 44 molni tashkil qiladi. Va ATF 2 mol, 36 mol tashkil qiladi. Ya'ni to'liq parchalanish deganda mitoxondriyada ketadi desa agar, mitoxondriyada ketadigani bu mitoxondriyada hosil bo'layotgan ATF 36 molni tashkil qiladi. To'liq parchalanishda mitoxondriyada hosil bo'layotgan ATF 36 mol. Qolgan 2 moli esa sitoplazmada hosil bo'layotgan ATFga to'g'ri keladi. Endi mitoxondriyaga o'simlik bo'lsak, o'simlikda mitoxondriya xloroplastga nisbatan kamroq ATF sintez qiladi. Ya'ni mitoxondriyada xloroplastga nisbatan kamroq ATF sintez qilinadi. Masalan, mitoxondriya bitta ATF sintez qilganda, xloroplast undan 30 barobar ko'proq ATF sintez qiladi. Ya'ni mitoxondriya bitta ATF sintez qilganda, xloroplast 30 barobar ko'p, ya'ni 30 ta ATF sintez qiladi. Anaerob sharoitda. Mitoxondriya esa aerob sharoitda. Xo'p, endi qiziq savol tug'iladi. Biz yuqorida dissimilyatsiyani parchalanish, o'sha anaerob sharoitda parchalanish yoki aerob sharoitda parchalanishda faqat oqsil uglevodlar haqida gapirdik. Ya'ni glyukozani gapirdim. Masalan, kraxmal tayyorgarlik bosqichida parchalanib, glyukozani hosil qiladi. Anaerob sharoitda parchalanadi, anaerob sharoitda hosil bo'lgan mahsulotlar keyingi bosqichga sarflanadi deb o'tdi. Xo'p, savol, oqsillar yuqoridagi kabi 3 bosqichli reaksiyada qatnashadimi yoki oqsil glikolizga uchraydimi? Endi shu haqida men tushuncha berib o'taman. Oqsillar tayyorgarlik bosqichida aminokislotalarni hosil qiladi. Aminokislotalarni hosil qiladi va to'g'ridan to'g'ri glikolizga uchraydimi desak, to'g'ridan to'g'ri glikolizga uchramaydi. Oqsillar aminokislotalarni hosil qilgandan so'ng sitoplazmada
sitoplazmada Krebs siklida qatnashuvchi moddalarni hosil qiladi. Ya'ni Krebs siklini dastlabki mahsulotlarni hosil qiladi. Ya'ni aynan glikolizga uchraydi deb aytolmaymiz oqsillar. Aynan to'g'ridan-to'g'ri glikolizga uchramaydi. Endi yog'larda qanaqa desak, yog'larda ham shunga o'xshash holat bor. Faqat bitta qiziq tarafi yog'da uchraydi ham, uchramaydi ham deb olsak bo'ladi. Ya'ni uchraydigan qismi ham bor, uchramaydigan qismi ham bor. Masalan, yog'lar tayyorgarlik bosqichida aytaylik yog' kislotasi va glitseringa parchalangandan so'ng bitta glitserin uchraydi. Yog' kislotasi esa glikolizga uchramaydi. Ya'ni yog' kislotasi u ham o'sha Krebs sikli uchun dastlabki mahsulot hosil qilishga kirishishi mumkin. Endi yana bitta holat bu achitqi zamburug'lari haqida bo'ladi. Achitqi zamburug'larida qanday masalan o'sha disseminatsiyaning sodir bo'lish bosqichida farq qiluvchi belgilar bor. Masalan, achitqi zamburug'larda kraxmal shakarga parchalangandan keyin, glyukozaga parchalangandan keyin, ya'ni glyukoza yuqoridagi kabi sut kislotaga parchalanmaydi. Aynan achitqi zamburug'larda ko'pchilikka ma'lumki, glyukoza sut kislotaga emas, balki nimaga etil spirtiga parchalanib ketadi. Etil spirtini hosil qilish mumkin. Masalan, C6H12O6 glyukoza deylik parchalanadi kislorodsiz sharoitda C2H5OH, ya'ni bundan 2 mol. C2H5OH ya'ni etil spirti plus 2 mol gaz, ya'ni karbonat angidridga parchalanib ketadi. 2 mol karbonat angidrid plus 2 mol suv ajrab chiqadi. Demak, o'ziga xosligi shu. Ya'ni etil spirtda bo'lyapti-da. Etil spirtda boshqa organizmlarda esa etil spirt emas, balki sut kislotaga parchalanadi. Endi keyingi mavzumiz assimilyatsiya. Assimilyatsiyada demak, assimilyatsiya o'zi nima desak, assimilyatsiya bu sintez reaksiyalari. Sintez reaksiyalari assimilyatsiya deb ataladi. Sintez reaksiyalari assimilyatsiya deb ataladi. Endi assimilyatsiyaga misol qilib, masalan, fotosintez olishimiz mumkin yoki oqsillar sintezlanishini olishimiz mumkin yoki yana qanaqa masalan RNK sintezini olishimiz mumkin, DNK sintezini olishimiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, butun bir o'sha biosintetik reaksiyalar kiradi. Va assimilyatsiya doim energiya sarflanishini talab qiladi. Ya'ni assimilyatsiyada doim energiya sarf bo'ladi. Qisqacha qilib fotosintez haqida ba'zi ma'lumotlar tushuntirib o'taman. Masalan, fotosintez o'zi nima desak, fotosintez bu yorug'lik energiyasi hisobiga o'simliklar organik moddalardan organik moddalarni hosil qiladi. Ya'ni organik modda sifatida uglevod, glyukoza, ya'ni birlamchi uglevod. Va buning natijasida atmosferadan karbonat angidrid yutadi va atmosferaga kislorod ajratib chiqaradi. Bu muhim bir jarayonlardan biri, birlamchi mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Nafaqat o'simlik o'zi uchun, balki boshqa tirik organizmlar uchun ham oziq bo'ladigan o'sha birlamchi mahsulotlarni hosil qiladi. Ya'ni o'simlik bilan oziqlanuvchi juda ko'plab fitofag organizmlar hammamizga ma'lumki bor. Endi fotosintez haqida umumiy ba'zi ma'lumotlar aytib o'taman. Demak, fotosintez o'zi ikkita bosqichdan iborat. Ya'ni yorug'lik bosqichi va qorong'ulik bosqichidan iborat. Xo'p, savol tug'iladi, nimaga yorug'lik bosqichi, nimaga qorong'ulik bosqichi deyiladi? Fotosintezda yorug'lik bosqichi, qorong'ulik bosqichi deyilishi u fotosintezda yorug'da ketishi yoki qorong'ida ketishidan emas. Fotosintez yorug'lik bosqichi degani yorug'lik energiyasini talab qilganligi uchun yorug'lik bosqichi deyiladi. O'z-o'zidan bu o'sha quyosh nuri yetarli bo'lgan sharoitda amalga oshadi. Fotosintezda qorong'ulik bosqichi bu kechasi sodir bo'ladi degani emas. Fotosintezda qorong'ulik bosqichi degani fotosintezda qorong'ulik bosqichi yorug'lik energiyasini talab qilmaydi. Aynan fotosintezda qorong'ulik bosqichi keyinroq aytib o'tamiz, ATF energiyasi hisobiga sodir bo'ladi. ATF energiyasi hisobiga sodir bo'ladi. Aynan yorug'lik energiyasini talab qilmaganligi uchun aynan qorong'ulik bosqichi deyiladi. Bu yorug'da ham, qorong'ida ham sodir bo'lishi mumkin. Endi ushbu reaksiyalar haqida to'liqroq ba'zi ma'lumotlar aytib o'taman. Demak,
Fotosintez yorug'lik bosqichi. Fotosintez yorug'lik bosqichi xloroplastni tilakoid degan qismida kechadi. Bilamizki, xloroplastda tilakoidlar mavjud va tilakoidlar yig'ilib granalarni hosil qiladi. Aynan shu qismida kechadi. Endi nimalar sodir bo'ladi yorug'lik bosqichida desak, birinchi jarayon suvni parchalanishi. Suvni parchalanishi. Ya'ni fotoliz. Fotoliz sodir bo'ladi. Suvni parchalanishi fotoliz. Fotoliz o'zi nima desak, suvni parchalanishi, ya'ni suv vodorod, ya'ni vodorod ionlari va gidroksil ionlarga parchalanib ketadi. Suv vodorod ionlari va gidroksil ionlarga parchalanib ketadi. Nima ta'sirida yorug'lik energiyasi hisobiga? Endi quyosh nurlari to'g'ridan to'g'ri bu jarayonga ta'sir qilmaydi. Quyosh nurlari foton degan, mana shu haqida gapirib o'tay. Fotonlarga yig'iladi. Ya'ni foton o'zi nima desa, quyosh nurlarini yig'uvchi bir tashuvchi deymizmi endi, yig'uvchi deymiz, shunday komponent ya'ni. Nima deymiz endi haligi? Quyosh nurlari aynan fotonlar orqali bularga ta'sir qiladi. Masalan, suvga fotonlar orqali ta'sir qiladi. Ya'ni quyosh nurlaridagi o'sha energiya foton orqali suvga ta'sir qilyapti-da, suvni parchalaydi. Ya'ni vodorod ionlari va gidroksil ionlariga parchalashi mumkin. Endi undan keyin nimalar hosil bo'ladi? Mana umumiy glyukoza sintez uchun ketadigan nimani olib ketaveraylik. Unda 24 ta suv parchalanyapti-da, 24 ta vodorod ionlarini hosil qiladi va 24 molekula gidroksil ionlarini hosil qiladi. Endi mana vodorod ionlari vodorodni tashuvchi organik birikma bor. Ya'ni NAD deymiz. NAD bilan birikadi. Ya'ni bu nikotin amida dinukleot fosfat. NAD bilan birikadi. Natijada NADH ni hosil qiladi. Ya'ni 24 ta vodorod 24 ta NAD bilan birikayapti-da, 24 ta NADH hosil qilyapti. Bu vodorodni ko'chiruvchi organik birikma, ya'ni vodorodni tilakoiddan aytaylik qayerga? Stromaga tashiydi. Hozir aytib o'taman. Aynan fotosintezda qorong'ulik bosqichi stromada kechadi. Endi buni taqdiri nima bo'ladi? Bu gidroksil ionlarini deydigan bo'lsak, gidroksil ionlar o'z elektronlarini xlorofilga beraveradi. Gidroksil ionlari o'zini elektronlarini xlorofilga beraveradi. Natijada erkin radikalga aylanadi. O'z elektronlarini xlorofilga uzatish orqali OH erkin radikalga aylanadi. OH erkin radikallarning to'rttasi birikib suv va kislorod ajratib chiqaradi. Bizda 24 ta bo'lsa, 24 tasi birikadigan bo'lsa, demak shunda 6 ta bo'ladi. 6 tani tashkil qiladi. Ya'ni 6 ta 24 tasidan deylik bo'lganimizda qancha bo'ladi? 6 mol kislorod va 12 mol suv hosil bo'ladi. Bu fotosintezda yorug'lik bosqichi edi. Endi yana bittasi qolib ketibdi. Fotosintezda ATF hosil bo'lish. Ya'ni fotofosforlanish. Fotosintezda ushbu jarayon ham kechadi. Fotofosforlanishda 18 mol ADF 18 mol fosfat kislota bilan birikadi. Nimaga bunaqa deyapmiz? Chunki 1 mol glyukoza sinteziga qorong'ulik bosqichida 18 mol ATF sarflanadi. Shunga nisbatan ketyapmiz. Bu jarayon o'sha quyosh nurlari hisobiga sodir bo'lganligi uchun fotofosforlanish deb ataladi. Demak, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, fotosintezda yorug'lik bosqichi qorong'ulik bosqichi uchun dastlabki mahsulotlarni hosil qiladi. Qorong'ulik bosqichi uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarni hosil qiladi. Mana ATF hosil bo'ldi. Bitta NADH hosil bo'lyapti, ATF hosil bo'lyapti. Undan keyingi bosqich bu qorong'ulik bosqich. Qorong'ulik bosqich qayerda? Xloroplastni stromalarida kechadi. Xloroplast stromalarida sodir bo'ladi. Va 18 ta ATF hosil bo'ldi, mana shu 18 ta ATF 6 mol karbonat angidrid bilan birikadi. Qiziq boshqacharoq tarafi shu 18 ta ATF energiyasi 6 mol karbonat angidridni 24 mol NADH bilan biriktiradi. Va natijada 1 mol birlamchi uglevod glyukoza
24 ta nat, ya'ni vodorodda chiqib ketib, natga aylanib qoladi. ATF parchalanib ketib 18 ta ADF va 18 ta fosfat kislota va 6 mol suvni hosil qiladi. Demak, ko'pchilikka tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Eslatib o'taman, darsni PDF shaklini Rashidoniy Telegram kanalida tashlab boryapman har bir darsni. Kichik o'sha PDF shaklini shu joydan olishlaring mumkin. Demak, keyingi qismi endi ushbu mavzuga doir bo'lgan ba'zi masala tiplarini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Demak, moddiy energiya almashinuvining masalalari. Xo'p, nazariy savollarni emas, masalalarni ko'raylik. Demak, bitta ikkinchi masaladan boshlayapmiz. 200 gramm glyukoza parchalanganda qancha energiya ajrab chiqadi? Buni ko'pchilik biladi. 200 gramm glyukoza demak, to'liq parchalanishni olib ketsak, 1 mol glyukoza parchalanganda 2800 bo'lsa, 200 grammdan qancha topib qo'yaveramiz? Demak, 3111,1. Keyingi masalamizda 8 mol glyukozani parchalanishidan 176 mol suv hosil bo'lganligi ma'lum bo'lsa, hosil bo'lgan tef molekulyular miqdorini toping deyapti. Demak, 1 mol glyukozamiz parchalanganda 44 ta suv hosil bo'ladi, 38 ta tef hosil bo'ladi. Demak, shundan olib ketamiz. Endi yangi ma'lumot o'chab keturasizlar. Demak, 152 ta tefga to'g'ri keladi. Keyingi masala tipimiz disminash jarayonida 4 mol glyukoza ishtirok etib, undan 1 moli to'liq parchalangan, necha mol karbonat angidrid, necha mol ATF hosil bo'lgan deyapti. Demak, chala parchalanishda 3 mol 3 mol chala parchalangan, 4 mol bo'lsa, 1 moli to'liq parchalangan deyapti. 3 moli chala parchalanganga to'g'ri keladi. 1 molimiz chala parchalanganda 2 mol ATF hosil bo'lsa, 3 moldan qancha? 6 mol chala parchalanganda chiqayotgan ATF. To'liq parchalanishda 1 mol parchalanganda 6 mol karbonat angidrid, 1 molda qancha qilsak, karbonat angidrid chiqdi mana 6 mol. Endi 1 mol glyukoza to'liq parchalangan 38 ta, 1 moldan 38 ta. Endi bizda chala parchalanishda 6 ta edi, to'liq parchalanishda 38 ta, jami 44 mol ATF ga 6 mol karbonat angidrid chiqadi. Keyingi masalamiz aerob nafas olish jarayonida rezervuar ismaloqda 47 molekula ATF hosil bo'ldi. Xuddi shu o'simlik xloroplastlarda hosil bo'lgan ATF energiyasini toping deyapti. Demak, buni qanday hisoblaymiz? Yuqorida aytib o'tdim, xloroplastda anaerob sharoitda 30 ta ATF sintezlansa, mitoxondriya bitta sintez qiladi. Shunda bizda nafas olish bosqichidan aytyapti. 47 dan qancha qilsak, demak, xloroplastdaga kelib chiqadi. Xloroplastdagi energiya 1410 molekula bo'lyapti. Bir molekulasida 40 kilojoule energiya to'plansa, topib qo'yaveramiz. Shunday qilib 6400 chiqyapti. Demak, keyingi masalamiz, 6-masala 238 gramm glyukoza sintezlanishi uchun sarflangan ATF energiyasining miqdori shuncha og'irlikdagi glyukozani chala parchalanishdan hosil bo'lgan energiya miqdoridan qanchaga ko'p? Demak, bunda 238 gramm glyukoza sintezlanishi uchun sarflangan glyukoza miqdori. Demak, shuni olib ketamiz. Fotosintezda 6 mol karbonat angidrid 18 mol ATF bilan birikadi. Natijada 18 mol birikadi, glyukozani hosil qiladi. Endi 18 mol ATF dagi energiyani topsak, demak 18 40 ko'paytirsak 720 chiqadi. 720 energiya sarflanganda 180 gramm glyukoza hosil bo'ladi. 238,5 ta qancha qilsak, 954 sarflangan ATF. 954 kilojoule. Endi sarflangan ATF shuncha miqdordagi ATF energiyasi miqdori shuncha og'irlikdagi glyukozani chala parchalanishdan hosil bo'lgan energiya miqdoridan qanchaga ko'p? Endi shu glyukozani chala parchalab chiqamiz. Chala parchalaganimizda 200 kilojoule energiya ajrab chiqadi. 238,5 gramm chala parchalanganda esa 265 kilojoule energiya ajrab chiqyapti. Bizda sarflangani 954 edi. Demak, bu yerda ajrab chiqayotgani 265 dan ayirib qo'ysak 689 chiqyapti. Demak, keyingi masalaga o'tamiz. O'simlik hujayrasi mitoxondriyalarda ma'lum bir vaqt davomida 1440 kilojoule energiya ATFda jamlandi. Shu muddat ichida xloroplastda hosil bo'lgan ATF molekulyalari necha mol glyukozani sinteziga yetadi deyapti. Birinchi o'rinda buni ATFga aylantirib olaylik.
1440 ga bo'lyapmiz. 36 mol ATF chiqyapti. Demak, shu 36 mol ATFdan xloroplast 30 marta ko'p ATF sintez qiladi. 30 ga bitirganimizda 1080. 1080. Endi bizda 1 mol glyukoza sinteziga 18 ATF ketsa, 1080 ga qancha qilamiz? Demak, 60 mol glyukozani sintez qilish mumkin bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz sal boshqacharoq o'zgardi. Glyukozani to'liqsiz va to'liq parchalanishidan 8800 kilojoul energiya va 118 ATF hosil bo'ldi. Necha foiz glyukoza to'liq parchalangan deyapti. Buni qanday hisoblaymiz? Buni tenglamada ishlasak ham bo'ladi yoki diagonal tipda ishlasak bo'ladi. Tenglamada ishlagan qulayroq. To'liqsiz parchalanganda nechta ATF chiqadi? Ikkita, shuning uchun mana x mol to'liqsiz parchalansa, ya'ni chala parchalansa, ikkita ATF chiqyapti. To'liq parchalanganda y mol olyapmiz. Y mol glyukoza to'liq parchalanganda 38 ta ATF chiqadi. X plus 38Y 118 ATF. Bunda chala parchalanganda chiqayotgan energiya 200 kilojoul bo'ladi. Shuning uchun X chala parchalansa 200 kilojoul bo'lyapti. Buni Y olganimizda 2800. 8800 chiqyapti. Tenglamani ishlaymiz. Y qiymati 3 mol. Demak, to'liq parchalangan glyukoza 3 mol bo'lsa, chala parchalanganini hisoblashimiz mumkin. Chala parchalangani 2 mol bo'ladi. 2 mol chala, 3 mol to'liq parchalangan bo'lsa, bizda masala shartida necha foizi deganmidi? Endi buni qanday hisoblaymiz? Buni jami 5 mol bo'lsa, 5 molimiz 100%, bizda to'liq parchalangani 3 mol chiqyapti. 3 molimiz, demak, qancha hisob qo'yishimiz mumkin? 3 molimiz qancha topamiz? 60% bo'ladi shunda. 60%. Endi keyingi masalamiz, ma'lum bir harakat davomida muskul hujayrasida har daqiqada 20 kilojoul energiya ajrab chiqadi. Shu harakat bajarish uchun glyukoza 10 daqiqa chala, 20 daqiqa to'liq parchalangan bo'lsa, sarflangan glyukoza miqdorini toping. Demak, birinchi o'rinda topaylik. Mana 1 daqiqa parchalanganda 20. 10 daqiqa chala parchalandi, shunda 200 bo'lyapti. Endi 1 daqiqa parchalanganda 20, bizda 70 daqiqa to'liq parchalandi. 70 daqiqasida 1400 ga to'g'ri keladi. Endi glyukoza chala parchalanganda 200 kilojoul energiya chiqsa, shu 200 dan qancha qilamiz? 180 gram bo'lsa, glyukoza to'liq parchalanganda 2800, chiqayotgan energiya 1400 bo'lyapti. 1400 dan 90. Demak, ikkalasini qo'shib qo'yamiz. 270 gram chiqadi. Keyingi masala, uglevod katabolizmida birinchi bosqich bilan kislorodli va kislorodsiz bosqichlar 1 ga 250 ga nisbatda ajraldi. Energiya ajraldi. Glikoliz bosqichida 200 kilojoul energiya ATFda to'plangan bo'lsa, aerob bosqichda qancha energiya ajrab chiqadi deyapti. Xo'p, bilamizki, birinchi bosqichda 100% issiqlik energiyasi bo'ladi. Bunda qanchadir energiya ajrab chiqmaydi. Energiya ikkinchi bosqichda energiya ajrab chiqadi, demak, ATFda to'planmaydi demoqchi edim. Ikkinchi bosqichda chiqayotgan energiyani deylik 200 kilojoul bo'lsa, uni 200 kilojoul bo'lsa, ATFda to'plangani 80. Bizda aynan glikolizda 200 kilojoul to'plangan deganidir. Shuning uchun mana 80 bo'lganda jami energiya qancha bo'lishi mumkin? Jami energiyamiz 2800 bo'lishi mumkin. 200 dan qancha qilib 7000. Demak, umumiy ikkinchi va uchinchi bosqichdagi energiya 7000 bo'lishi mumkin. 7000 bo'lishi mumkin. Endi bizda aytgandiki, ikkinchi, uchinchi bosqich bilan birinchi bosqichda nisbati 250 ga 1 deyapti. Demak, ikkinchi, uchinchi bosqichda chiqayotgan energiyamiz 7000 bo'lganida 7000 ni 250 ga bo'lsak 28. Birinchi bosqichdagi energiya shunda 28 ga to'g'ri keladi. 28 ga to'g'ri keladi. Agar mabodo so'rasa, endi bizda lekin buni so'ragani yo'q. Bizda aerob bosqich so'rayapti. 80 bo'lganda 2600, 200 da qancha qilsak 6500. Demak, bu 3-bosqichdagi energiyaga to'g'ri keladi. Endi ba'zi bir
murakkabroq masalalarni ham ko'rib o'tamiz. Sertifikatga tushayotgan masalalarni ham. Endi shu masalaga e'tibor beramiz. Quyidagi diagrammada energiya almashinuvi bosqichlari berilgan va ATFda to'plangan energiya miqdorlari berilgan. Umumiy diagrammadan foydalanib hosil bo'lgan karbonat angidrid parchalanmay qolgan sut kislotadan nechtaga ko'pligini toping deyapti. Demak, buni qanday hisoblaymiz? Buni birinchi o'rinda shu energiyani ajratib olamiz. Ikkinchi bosqichda 400 ATF to'planyapti. Biz ikkinchi bosqichda 80 to'plansa, ikkita sut kislota 400 da qancha qilib jami hosil bo'lgan sut kislotadan topib olyapmiz 10 mol. Endi uchinchi bosqichdagi energiyani bergan. Uchinchi bosqichdagi energiya 2800. Uchinchi bosqichda ATF to'planayotgan energiya 36 tasida 1440 bo'lsa, 6 mol karbonat angidrid bo'ladi. Shunda 2880 dan 12 mol hosil etgan karbonat angidrid va sarflanib ketgan bu yerda sut kislotasi bor. Demak, 4 mol sarflanyapti. Bizda jami 10 mol edi. Shuni ayirib qo'ysak, ortiq qolgani kelib chiqadi mana. Ortiq qolgani kelib chiqadi. Mana ortiq qolgan karbonat angidrid. Bizda masala shartida karbonat angidrid parchalanmay qolgan sut kislotadan nechtaga ko'p deganda, mana parchalanmay qolgan sut kislotani topib oldik. 6 mol parchalanmay qolgani bo'lyapti. Bizda hosil bo'lgan karbonat angidrid chiqadi. Mana 12 mol hosil bo'lgan karbonat angidrid. Demak, ortiq qolgan sut kislota 6 mol bo'ldi. Shuni ayirib tashlaganimizda, demak, yana baribir 6 mol chiqyapti. Keyingi masalamiz o'simlik xloroplastida 5400 ADF sarflandi. Shu payt sitoplazmada 16 mol ATF sintezlangan bo'lsa, energiya almashinuvida necha foiz glyukoza to'liq parchalangan deyapti. Xo'p. Endi energiya almashinuv jarayonida fotosintezda 18 ta ADF sarflanadi. 18 ADF sarflanadi. 18 ta fosfat kislotasi sarflanadi. Shunda 18 ATF hosil bo'ladi. Bizda sarflangani beryapti mana. Sarflangani 5400 bo'lsa, 5400 dan qancha qilsak, yana 5400 chiqadi. 5400 bu hosil bo'layotgan ATF. Xloroplastda hosil bo'layotgan ATF. Shuni 30 ga bo'lsak, mitoxondriyadagi kelib chiqadi. Mitoxondriyadagi. Demak, mitoxondriyadagi ATF 180 ta bo'lyapti. Mitoxondriyadagi ATF 180 ta. Mitoxondriyada 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 36 ta ATF chiqadi. 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 36 ta ATF. 180 dan qancha qilsak 5 mol. Demak, to'liq parchalangan glyukoza molekullari kelib chiqadi 5 mol. To'liq parchalangan glyukoza molekullari shunda 5 mol bo'ladi. Endi bizda shu paytda sitoplazmada 16 mol ATF hosil bo'ldi. Sitoplazmada 16, mana 1 mol glyukoza parchalanganda 2 ta ATF sitoplazmada chiqadi. ATF sitoplazmada chiqadi. 16 dan qancha qilsak, jami 8 mol chiqadi. Demak, jami parchalangan glyukoza 8 mol. 8 molimiz 100% bo'lsa, bizda to'liq parchalangani 5 mol edi. 5 molni qancha qilamiz? 62/5. Keyingi masala, energiya almashinuvida glyukozaning 25% to'liq parchalandi, qolgani esa chala parchalandi. Shu jarayonda jami 120 mol ATF hosil bo'ldi. Jarayonda mitoxondriyada hosil bo'lgan ATFlar sitoplazmadagi ATFlardan necha marta ko'p deyapti. Endi biz buning uchun nima qilamiz? Buning uchun bir tenglamadan foydalanishimiz mumkin. Biror bir tenglamadan. Masalan, 25% to'liq parchalansa, 75% chala parchalangan bo'ladi. Misol uchun shuni 0.75x. Endi 0.75 chala parchalanganda 2 ta ATF chiqadi. Demak, umumiy shundan hisoblaganimizda 1.5x. Chala parchalanishda chiqayotgan ATFlar 1.5x. To'liq parchalanishda endi 0.25x olamiz. 1 mol to'liq parchalanganda hosil bo'ladi sitoplazmada 2 ta. Mitoxondriyada 36 ta. Ya'ni, yuqorida aytib o'tdim, to'liq parchalanishda sitoplazmada ketayotgan qismi bor va mitoxondriyada sodir bo'ladigan qismi bor. Sitoplazmada hosil bo'layotgani 0.5x bo'lyapti, mitoxondriyada hosil bo'layotgani 9x bo'lyapti. 9x bo'lyapti. Endi 9x ga mana x larni nima deb yozmay ketibmiz. 9x plus 1 butun
besh x plus mana 0,5 x 0,5 x teng menga 0,11. Shu nechaga teng bo'lyapti? 220 ga teng bo'lyapti. Demak, bularning yig'indisi 11 bo'lsa, e, 220 ni 11 ga bo'lsa 20. Demak, x qiymati 20 chiqyapti. Chetlarga 20. Demak, jami parchalangan glyukozamiz 20 mol bo'ladi. 20 mol jami parchalangan glyukoza. Endi masalan to'liq oxiriga yetkazadigan bo'lsak, ushbu jarayonda mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF sitoplazmadagi ATFlardan necha marta ko'p deyapti. Endi buni qanday hisoblaymiz? Sitoplazmada hosil bo'lgan ATF desa 20 deylik, mana bu yerdan chiqarsak 20 ko'paygan 2. Mana shu 2 qo'yib ketsak ham bo'ladi. 20 x teng 40 bo'ladi. Demak, sitoplazmada hosil bo'lgan ATF shu yerda 20 mol sitoplazmadagi ATF. Sitoplazma. Endi bilamizki 20 mol bo'lsa, glyukoza parchalangan glyukoza shu bo'lsa, 25% to'liq parchalangan. Biz aytib 25% ni olamiz. 20 molni 25% ni olsak, ne qilaylik, yo'q. 20 molimiz xo'sh 100%, 25%, 25%imiz qancha qilsak, 5 mol bo'ladimi? 5 mol. 5 mol mana. Demak, 5 moli to'liq parchalangan bo'lyapti. 5 molimiz to'liq parchalangan bo'lyapti. Xo'p, 5 molimiz to'liq parchalansa, mana bu yerdan ketamiz endi. 5 to'liq parchalanganda chiqayotgan ATF 36 ta. Mitoxondriyada 36 ta bo'ladi. To'xtang, 36 ta emas, tepa mana 1 molidan 36 ta, mana 1 molidan 36 ta, 5 moldan qancha qilsak, x teng necha bo'ladi? Plus topamiz. 180 ta bo'ladi. Endi demak 180 shu 180 ni bo'lib qo'yishimiz kerak edi. 180 bo'lingan necha? 40 teng javob chiqishi kerak. 180 ni 4 ga bo'lsak, 4,5 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bu yerda 4,5. Sal murakkabroq masala ekan bu. Endi keyingisi 4-masalada o'simlik assimilyatsiyada hosil bo'lgan glyukoza va dissimilyatsiyada parchalangan glyukoza nisbati 9 ga 1. Necha foiz glyukoza to'liq parchalangan deyapti. Xloroplastda hosil bo'lgan ATFlarning barchasi glyukoza sinteziga sarflangan. Buni qanday hisoblaymiz? Buning uchun mana ATF 18 mol ATF sarflanadi 1 mol glyukoza sinteziga. Biz mana shu hosil bo'lgan glyukozani 9 mol deb olsak, 162 mol sarflangan ATF chiqyapti. Endi shunchaki olsak-da, shu 162 mol deylik nima? Sarflangan ATF. Shu ATFni 30 ga bo'lsak, mitoxondriyadagi hosil bo'layotgan ATF kelib chiqadi. Shu ATFni 30 ga bo'lib olsak, mitoxondriya chunki 30 marta kam sintezlanadi mitoxondriyada. Demak, mitoxondriyada 5,4 bo'lyapti. Endi mitoxondriyada 1 mol glyukoza parchalanganda 36 mol ATF hosil bo'ladi. 5,4 dan qancha qilsak, 0,15 mol glyukoza parchalangan glyukoza 0,15 mol bo'lyapti. Bizda 1 molmidi? Dissimilyatsiyada parchalangan glyukoza 1 molmidi? 1 mol hammasi parchalanganda 100% bo'lardi. 0,15 molda qancha qilamiz? Demak, 15% bu to'liq parchalangan glyukozalar bo'ladi. To'liq parchalangan demak shunda 15 mol bo'ladi.
Endi, xo'sh. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Hozircha darslarimiz shulardan iborat. Keyingi darslarimizda DNK haqida video qilishga harakat qilamiz. DNK, o'sha DNKni masalalari, oqsil B sinteziga borib bo'lgan masalalarni ishlab tushuntirishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.